bu yerga tegibdi, bu ajrashibdi va hokazo shunaqa muhokamalar ko'p-ku. Ana shu narsa judayam insonni anaqa qilib beradi. Yemirib yuboradigan, o'zini shaxsiy chegaralarini yemirib yuboradigan narsada insonning shaxsiy chegarasi bizga ko'zimizga ko'rinmas tarzda anada yaratilgan bo'ladi. Energetikada yaratilgan bo'ladi-da. Ko'rinmas devor hosil qilinadi-da. Devor hosil qilinadi. Inson qancha boshqa birovlarni chegarasiga kirib, chegarasini va hayotini muhokama qilgan sari boyagi bizning o'zimizning boyagi energetik qalamiz yemirilishni boshlaydi. Bizning energetik qalamiz boshqalarning hayotini muhokama qilishdan boshlanadi, yemirilishi-da. Mana shu energetik qalamiz yemirilmasligi uchun biz o'zimiz bilan o'zimiz bo'lishimiz kerak. Bizni o'zimizning hayotimiz qiziq bo'lishi kerak. O'zimizning qiziqishlarimiz o'zimizga qiziq bo'lishi kerak. O'zimizning shaxsiyatimiz, o'zimizning menimiz, bizning kasbimiz, o'zimiz qiziqtiradigan narsalar bizga qiziq bo'lishi kerak. Boshqalarning hayotiga qanchalik biz kirib borganimiz sari boyagi mana o'zimizni qalamiz yemirilib ketadi. Keyin yemirilgandan keyin boshqalar ham bizni o'sha qalamizdan kirib bizga aralashishni boshlaydi bizni hayotimizga. Shunaqa. Nimadan boshlash kerak? Siz o'zingiz bilan shunchalik darajada band bo'lsangiz, vaqt qolmaydi boshqalarning hayotini muhokama qilishga. Siz o'zingiz bilan o'zingiz band bo'ladigan qiziqishlaringizni topib oling. Qanchalik inson o'zi bilan o'zi band bo'ladigan, bu yerga tegibdi, bu ajrashibdi va hokazo shunaqa muhokamalar ko'p-ku. Ana shu narsa judayam insonni anaqa qilib beradi. Yemirib yuboradigan, o'zini shaxsiy chegaralarini yemirib yuboradigan narsada insonning shaxsiy chegarasi bizga ko'zimizga ko'rinmas tarzda anada yaratilgan bo'ladi. Energetikada yaratilgan bo'ladi-da. Ko'rinmas devor hosil qilinadi-da. Devor hosil qilinadi. Inson qancha boshqa birovlarni chegarasiga kirib, chegarasini va hayotini muhokama qilgan sari boyagi bizning o'zimizning boyagi energetik qalamiz yemirilishni boshlaydi. Bizning energetik qalamiz boshqalarning hayotini muhokama qilishdan boshlanadi, yemirilishi-da. Mana shu energetik qalamiz yemirilmasligi uchun biz o'zimiz bilan o'zimiz bo'lishimiz kerak. Bizni o'zimizning hayotimiz qiziq bo'lishi kerak. O'zimizning qiziqishlarimiz o'zimizga qiziq bo'lishi kerak. O'zimizning shaxsiyatimiz, o'zimizning